Start recording videosi bo'lyapti. Demak, hammaga salomlar. Bugun biz sizlar bilan nested for loop'ni o'rganamiz. Ya'ni Pythonda. Xo'p, bugun mana bu dars 2ga ahamiyat bermaysizlar. Nested for loop'ni o'rganamiz. Xo'p, qani bo'lmasa boshladik. Birinchisi, birdan ungacha bo'lgan sonlar yig'indisini topish dasturi. Xo'p, demak, natija 55 chiqishi kerak ekan. Hozir qani bu kodni o'zimiz yozib ko'ramiz. Summa teng 0 ga for I range 11 summa I print summani. Demak, endi hozir sizlarga kodni tushuntirib beraman. Mana bu summaga 0 ni tenglab qo'ydik. Hozircha bu o'zgaruvchi. Keyin for bilan range, ya'ni 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlarni aylanib chiqyapmiz-da. Vaqtinchalik o'zgaruvchiga ularni har birini solib chiqyapmiz. Keyin bu qatorda mana qo'ysam tushunarli bo'ladi. Bu plus keyin yana bu yoqqa summa barobar deb qo'ysak. Mana masalan, bir hozir boshiga I 1 ni o'ziga qabul qiladi. Keyin summaga 1 ni qo'shadi va uni yana qayta summaga tenglab qo'yadi. Va summa shunda 1 ga teng bo'lib qoladi. Yani har safar aylanganida, ya'ni I 2 ni olganda summaga 2 ni qo'shadi, 3, summa keyin yana 3 ga teng bo'lib qoladi. Shunday bo'lib, oxiri shu hammasi qo'shilgan natijaga kelib chiqadi. So'ngra biz bu yerda summani print qilib chaqirib qo'yapmiz. Mana bu yerda aytganday 55 chiqishi kerak. Biz ham buni 55 chiqardik mana natijasida. Endi nima uchun printni men ichida yozdim? Tashqarisida yozdim. Forni ichida yozsamchi. Hozir forni ichida yozsam har bitta natijasini chiqarib beradi. Ya'ni 0 ga 1 qo'shilganini, 1 ga 2 qo'shilganini, 3 ga 1, 2, 3 hammasi qo'shilganini, hop hammasini chiqarib beradi bu. Ya'ni bizga o'zi mana bu eng oxirgi javob kerak, lekin bu har bir qo'shilgan natijalarni chiqarib beryapti bizaga. Buni oxirgi javobini olish uchun shunchaki fordan tashqarida yozib qo'ysak, o'zi oxirgi javob kelib chiqadi. Mana 55. Endi bu yerga o'tsak, hop, tushuntirdim. Mana umumiy yig'indisini saqlash uchun summa o'zgaruvchisiga olinadi. Tushuntirdim. Buni ham tushuntirdim. Buni ham. Xo'p, nima bu endi? Nega forni ichiga print qilmadik? Mana bitwise operatori yordamida kodimizni qisqartirdik. 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlar yig'indini topish dasturini chizing debdi. O'zi bu sizlarga bo'lish kerak edi. Lekin mayli, men o'zim qilib beryapman. Xo'p, qani bu yerda 1 dan nechigacha? 20 gacha degani uchun mana bu o'rniga 2 qilib qo'ysak, mana o'zi 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini chiqarib beryapti. Yana qaytamiz. Davom ettiramiz. Endi ko'paytmalar yig'indisini deyapti. Ko'paytmalar yig'indisi. Buni mayli. Mana buni o'rniga ko'paytirib qo'ysangiz, ba'zilar bo'ldi deb o'ylaydi. Mana buni ham 5 gacha degan o'sha 6 qilib qo'yaylik. Bo'ldi deydi ba'zilar.
lekin aslida yo'q. Sababi mana bu 0 turibdi. Qaysi sonni 0 ga ko'paytirmasangiz ham 0 kelib chiqaveradi. Shuning uchun buni 1 qilib qo'ysak, 1 dan 5 gacha bo'lganlarni yig'indisini chiqarib beradi. Agar 0 qilib qo'ysak, 1 kara 0 0 bo'lib qoladi. Bu baribir 1 kara nechidir 0 kara nechidir 0 bo'lib qolaveradi. Baribir ham oxiri 0 bilan tugaydi. Bunda ham shu nima uchun print ichkarida yo'q, sababi shu bitwise operatori yordamida qisqartirganmiz. Xo'p, yana o'tsak, summa nega bir qiymat oldi? Har qanday sonni 0 ga ko'paytirishdan 0 ga teng. 1 dan 15 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasini topish dasturini tuzing. Xo'p, bo'ldi. Mana buni o'rniga 6 emas, 16 qilib qo'ysak, bo'ldi. Mana, juda ham katta son bo'lib chiqib ketar ekan. Xo'p, keyingisi continue. To'xtanglar, oldin necha minut o'tdi? 6 minut o'tdi. Continue nima? Xo'p, continue nima? Skillning ma'lum bir qismini tashlab ketadi. Misol uchun 4 ni tashlab ketdi. Continue'ga bitta hozir misol keltiramiz. Mana bularni o'chirib turamiz. Continue. Hozir for in shuni emas, deb qo'yaylik. In range 1 dan 11 gacha deylik. Keyin pastidan if agar a barobar bo'lsa nechiga? 5 ga. Bu yerdan continue bo'lsin. Print qilmadik, to'xtanglar. Print qilishimiz kerak. Print mana 1 2 3 4 gacha chiqaryapti. Mana bu oralig'ida e'tibor bersangiz 5 qolib ketyapti. Sababi biz bu yoqqa 5 ni tashlab ket deyapmiz. Menimcha tushunarli bo'ldi hammaga. Bu qiyin emas edi. Hammasi davom etamiz. Xo'p, mana custom yaxshi. Brick. Endi brick nima? U ma'lum bir joydan kesib tashlagandi, to'g'rimi? Bu esa o'sha qoldirib ketganda bu undan pastini chiqarmaydi. Ya'ni bu yoqqa hozir brick deb yozsak, mana 1 2 3 4 gacha chiqaryapti. Undan yog'ini chiqarmayapti. Ya'ni umuman 5 ni ham dars chiqarmayapti. Mana bu yoqqa 5 qo'ydik. 5 ni pastini kesib tashladi u. Shuning uchun undan faqat tepasi chiqyapti. Brick u kesib tashlaydi, ya'ni davomini umuman chiqarmaydi. Ma'lum bir shart asosida skillni to'xtatadi. Masalan, 5 qo'ysak 5 gacha chiqarib berdi. Xo'p. For loop list ishlatish for loopdan xo'p. Bo'ldi mana. Mana buni yo'qib qo'yamiz. Vaqt ko'p olmasin deb oldindan yozib qo'ygandim buni kodini mana. Print summa mana bu. Bunga tegishli emas mana. Keyin mana buni yana o'tiraversa. Xo'p. Nima mana buni nima qilish kerak? Chiqarib qo'yish. Chiqarib.
mana bilan короче o'chirib qo'yish kerak. Endi mana Shohrux"gacha chiqaryapti, Salom bilan Alikni chiqaryapti. Shohrux Ali Valini chiqarmayapti. List bilan ishlasa shundoq bo'ladi. Xo'p, 10 minut o'tdi. Negadir xohlagan qiymat chiqmadi. Ya'ni, tezlashim kerak. Ya'ni mana buni endi yana ustiga olib qo'ysak, mana bunaqaga. Keyin bularni o'chirib turamiz. Mana bunaqa qilsak, chiqmayapti. Yo'q, bu kerak ekan. Nima? Mana buni o'chirib turamiz-da. Mana bu yog'iga F-string bilan Salom I deb qo'ysak, mana bu yeri biz o'ylagandek chiqmayapti. Endi buni qanday to'g'irlaymiz? Nested for loop. For ichida for. Qani. Xo'p, mana buni shundoq yopib qo'ysak, mana endi mana buni o'chirib tursak, mana hammasini Shohrux bilan Ali hammasini alohida chiqaryapti. Bu yerda mana birinchi bu for bilan aylanib chiqyapti numberni, mana buni har birini mana bilan oladi bitta butun deb. Keyin biza so'rayapmiz, agar namni ichida list bo'lsa, ya'ni ichida yana bitta mana bunaqa list chiqib qolsa, unda deyapti print qil deyapti. For bilan deyapti o'sha namni yana n bilan yana aylanib chiq deyapti. Keyin print f string Salom ikkitanini ichida n qilib qo'yapti. Agar unaqa bo'lmasa deyapti, print f string ichiga number yozib qo'yapti. Bunda hozir borligi uchun mana bu ishlayapti. Agar mana bo'lmasa, mana buni o'chirib qo'ysak, nimaga? Mana bu ishlab ketyapti. Buni o'chirganimizda. Xo'p, buni olib qo'ysak, endi bugungi mavzumiz, xo'p, qani tushuntirdim. Mavzu shulardan iborat edi. Savollar yo'q menimcha. Hammaga xayr. Mikrofon qarshisida Developer X edi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.